Assalomu alaykum cho'tki kirol obunachilari. Bugun quyonlarimizga mana bunday uy sharoitida quritilgan olmani qoqilaridan beramiz. Bu olmani qoqini foydali xususiyatlari quyon tuqqandan keyin sutini ko'paytiradi. Ham bolalarni yaxshi o'sishini ta'minlaydi. Asli judali mahsulot bu olmani qoqisi. Uy sharoitida bemalol qilsanglar bo'ladi buni. Endi yana bunga quyonga beriladigan mahsulot o'zini mana granulaga o'xshagan o'zini yemi bo'ladi quyonda. Shuni ham bersanglar, ichida vitaminlari ko'p, ichida bedasi bor, hamma narsa mahsulotlari bor o'shaning ichida. Bemalol o'shandan berib uy sharoitida boqsanglar bo'laveradi.